Bugun sizlar qaranglar. Mana klasslardan keyin mana qilib ketaverasizlar, tushunarlimi? Shundan keyin mana ularni qo'yib chiqqandan so'ng qaranglar. Ko'prik paydo qilmoqchi bo'lsalar, mana eng oxiriga kelib ko'prikni ko'ryapsizlar. Mana lo'chilar. Mana ko'ryapsizlarmi? Va endi qanday o'taman desa. Mana sizlardan просто uchib ko'rsatayotganimda hech shunday qilamas ko'rsatishdi. Uchib ko'rsatayotgan. Mana uchib ko'rsatyapman. Hech baloy. Mana bemalol o'tgan. Mana yugurib ham o'tyapman. Buzilib ketdi-ku. Ko'p odamlar internet qarasam ko'prik qilib chiqarishyapti. Men hozir taqilib ko'ray dedim-da. Onamning qo'lida bo'ladi. Hozir yana bitta narsa yasab ko'raman. Boshqa narsada yasash kerak. Xoş. Endi o'z tarafga o'tishim kerak hozir. Bittasi. Nanajon sportim bilan shug'ullanib. Nanajon bittasi. Nanajon aytapamlarki qachon ketamiz? Sizlar menga nima yozishimni kommentariyada yozib qoldirasiz va o'sha narsani men yasayman. Agar shu videoda like bossangiz, men o'sha narsani yasayman. Bo'lmasam yasamayman. Like bosinglar, shu narsani qilib beraman men. Nima bo'lsa ham farqi yo'q. Faqat odamni aftini chizishdan boshqa hamma narsa. Faqat osonroq narsa beringlar. Qaranglar, o'zimiz suvga tashlaymiz. Suvga kalla tashlaymiz.
kulağıma vuruptu. Gece okudum. Dur. Bunu yok ortaya. Sarak yere koy. Nerede bugün matip var ya tamam. Ha şunu üçün daha doğrulayın. Doğrulayın. Oraya stoğu da tortaş. Budist tortu. Ayın çakır kilen. Bir de kilen bunu tortayı şunla yarım ilmeye kilen koyalım. Просто. Ko'prik yasatagi. Nima qilsam ekan? Voy. Tushib ketdi. Hayır.